Ailede alma təmini qilib yeganda ko'ngli tegmaydi ham yegan sir yegisini keltirdi. Bu bo'libmi ataylik nashti qilishga nait mos keladigan bo'lib, qilish usulim nait oddiy bir ko'rabli qila olasiz. Amsa gunish boshlaylik ketdik. Albatta albatta avval navot suyi tayyor qilamiz. Muvofiq miqdordagi navotga qizil choy qo'yib, buni bir eritib olamiz. Ondan almadan bir tal tayyor qilib, o'tirini ish qilib olgandan keyin shaklini suratiga qilib to'g'rab olsak bo'ldi. Әмді қорышқа өтіп кеттік. Қазанға Әлнұрының түрлік бұлғанымдан қали вә құшпырақ болған түнжісқын бірінші дәржік зараңыздың бейтін көпірек қойылып. Навада айлымызда ертіп алған қоймей болсы текімі яқшы. Бұл болмағанда сүректікедек мұны мүшәлет қылсақын бұла вырды. Май нұрмал қызығанда алмыны селіп, ұзақырақ қорып, алмының бір қыл мезлік етінің чықырып алымыз. Алмыны сүзуетіпла, майның үстіге muvafiq miqdorda un to'kib to'xtamay aralashtirib qo'yamiz. Rangi man mushalat kelgandan keyin oldin tayyor qilib olgan navot suyimizni ikki qoch qo'yib, kumush bilan to'xtamay aralashtirib, quyuq suyuqligi man mushalat kelgandan keyin taxsiga olib, ustiga izit tayyor qilib olgan yong'oq yoki badam mag'zini sepib yotgandan keyin mana ma'nodek Alnurining oltin libalari bilan yoki non bilan yesakmi ta'minat yaxshi bo'ladi. Qat'iy ko'ngli tegmaydigan bo'lib, yegan sir yegisini keltiradi. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy, faqat axsiz yurakdan birini besib, piyonlar rangini gullarni ko'plab yo'llab qo'ysangiz rahmat.